İtot Buzuk Televizor. Sahnimizde Abdükerim Ablus, Tömürhan Rozi. Adem var mı? Adem var mı? Adem var mı? Kim o? Adem bağımı, Adem bağımı deb ödegen Adem bağımı hayvan bulam deyki. Assalamu alaikum deb kirishdim bilmegen bular. Assalamu alaikum. Va alaykum. Voy birisi mush uydan televizorim buzilib qoldi, remont qildirman deb meni ishxonamga telefon qilib shuni kelgandim. Ajab tiz gapsiz ha, telefonni mavg'on. Ha. Keling o'tiring afkam. Ya bo'ldi, men televizorni. Afkam al o'tiring ha. Ya men oldimlar Afkam avval bir o'tirib paslar. Men oldimlar. Ha, hadislar. Televizorni bir ko'rib boqaylik. Ha, ko'rslar. Televizorni bir ko'rib boqay, zot nima bo'ldiki? Gap qilmang afkam, nima bo'ldi? Men televizorni faqat ko'rgin olmaydigan bo'lib ketdi deyman. Nima bo'ldi? Chiqmayotamda? Chiqmayotam deganni. Chiqmi solati degan narsam ochiq oshkor chiqadigan bo'lib oldi afkam. 30 kartning 8i so'ziq chiqdi, televizorning ichida odamlar buzuq chiqdi. Bu gapimiz faqat tushunmadim-ku. Men qarang afkam, men uydik televizorni kino ko'ramanmi-ki, xabar ko'ramanmi deb olgan. Qachonli qarsam men televizorimdan doktorxonaning ilonlari chiqaverib afkam. Hozir men yerim doktorga aylanib qolay deb qoldim shuma. Unda yaxshi bo'pti-ku. Yaxshi bo'pti deganni. Afkam, men televizorda kinoning orsiga ilonni qistirib qo'yapti. Hozir men televizorda ilonning orsiga kinoni qistirib qo'ydigan bo'lib oldi deyman. Buning ustiga men televizorning ekranining 4 bo'limi 4 xil xat. Hammasi ilon, o'tirdi kino. Kim buni o'zgartib o'tirdi ilon 4 bo'limi kino bas qanday ko'raman deb so'rayapti. Qaraganda bu e'londan bak zerikib ketibsiz, ha? Qo'ying afkam. Unda asosh e'lon bergan chaqda televizorni ko'msingizli bo'ldi ekan-ku. Afkam adam ko'may desam adamning ko'zi chiqib qoladi ekan. Qachonli qarsangiz ayollar kasallan erlar kasalliklarini maqtab ekan. Uni azab ayollarning ish kiyimini to'lib maqtab, nerdan topdiki bu yalang'och shu o'tilini. Adamning ko'zi ochak qilib. Unda asosh yalang'och ayollar chiqyapti televizorni qarmay o'tirsangiz bo'lmadimi? Afkam siz gap tushunamsiz. Biz go bir qatim qarab qaramaydi ekanmiz. Lekin men yenimiz o'tirgan balchaqlarimiz to'shikda qarab o'tirib ko'rdik emasmi? Ya bir xotin ballalarimizdan, ota-onalarimizdan, ballalarimizdan bir xotirjam o'tirib ko'rgini bo'lmasa, shundayligidek alaq yer chiqqandek hojatxona yolg'ondan yuguradigan gap. Unda bir kino tugicha yolg'ondan 10-20 qaytam hojatga chiqibman-da, ha? Naq gapni qildingiz ukam. Ba'zi uningdan jiqchimi? Haras bir kun hojatxonaga kirsam, 5 yoshga kirgan kichik o'g'lim nima deydi deysiz? Nima deydi? Dada, hojatxonaga kirolmaydigan bo'lib qoldingiz. Qaraganda sizmi televizordagi e'lon qilgan nima champishandamdi, marazbizdamdi. Mazbizi adam. Shu biz bo'lib qolgan o'xshaysiz deydi. Demak, kichik baloningmi? Ukam. To'g'ri. Unda bo'lsa televizorni 2 qilib olsangiz o'g'dek. Ma bala nima deydigan? Ukam bu televizorni 2 qilib qo'ysam, mayliqidek halaq-yali chiqqanda kanal o'tkazdik odam yo'q, baldirim o'taz fursat topib bera. To'g'ri. Bu deganingiz bu to'g'ri. Unda qanday qilsamiz ular? Qachonli qarsam shu jinsiy kasal ilonlar bilan ayollarning badallarini jongshu qilib o'zgartirgan ilonlarni ko'raverib ekan. Shu ko'chaga chiqsam shunga, butun erlarning hammasi ojiz, ayollarning hammasi ko'zimga saqtidaglik ko'rinadigan bo'lib qoldi juma afkan. Rastaysiz. Onun ustiga bunday ilonni ko'raymas, adam o'zini gumon qilgan bo'lib qoldi ukam. To'g'ri deysiz. Rasmus televizordagi ba'zi bir ko'rinishlar bolalarimizga qattiq ta'sir qilyapti. Jin gap qildingiz ukam, jin gap qildingiz. Burun bog'o. Bollarimizni, balam, sen hali cho'ngib qolding, to'yingni qilib qo'ysak bo'ldi desak, villada qizirib ya qarab olibdi. Hozircha balam, seni to'yingda baq dada qarishtiranda qilamiz. Deydigan bo'lib ketamizmi? Rast dedimiz. Mo'sha chatning ba'zi bir kinolarini, ba'zi bir ko'rinishlarini ko'raverib, o'z bolalarimizning sharmi, hayo degan nima qolmadi. Jin gap qildingiz ukam. Ug'avalda gap qildingiz. Qarang ukam, men burun qulog'i bizning ba'zi qiz cho'kanlarimiz o'zining ifat nomusini saqlab qolish uchun jinni qurbon qiladi. Hozircha ba'zi qizlarimiz ukam bir damda kesat uchun o'zining ifat nomusini qurbon qilyapti deyman. Aytdim, hamma televizordan foydasi yo'q ukam. To'g'ri. Qarang aka. Buning hammasini kino, televizorga atib qo'ysak yana bo'lmas.
Hozir jamiyatda yaxshi ishlar nihoyat ko'p. Bunaqa agishib nachar ishlarmi bizga nihoyat tez surat sing'atyapti. Hey, ukam, nachar bakrak singadi ekan deymi? Shuning uchun biz meg'izni qabul qilib olib, shaklni tashlab bo'lmadimi? Endi bu deganingizmi go, to'g'ri ukam. Mayliqi akishning g'ururi tegadigan, akishni yolg'azsa qiladi, pilda qiladi, ishda qiladi deydigan ba'zi gap so'z ko'rinishini ukam. Sal silg'ilab, yepibroq desam bo'ladi-ku, ha? Nima qiladi deyman shu? Adamning chavasini chitga yeb, qachilab pilib tushundirdi. Baqara aka. Shu xildagi kasalga giribtor bo'lganlarga ayrim tushundimsa, Allah xijilib qilib, doktorxonaga borolmaydi emasmi? Jenim ukam, hammadan shu xilda kasalma. Siz shunday kasalma? Ya. Demak, unda kasal bo'lmagandiki, shunda kasallikning qo'liga kelib deb qo'yib tugamadimi? Nima qiladi men sazoyi qilib? Aka, ma televizoringiz saqmi, zot buzuqmi? Meni bir dana. Buzoq ukam, buzoq. Ha? Ma televizorni, ya ukam ishini heliqida ko'rinishi chiqmaydigan qilib, qaytadan qurashtirib tanglab bering. Bo'lmasa ukam ma televizorimni ochilib olib bering, o'zimni ko'rib berim qism qutib ketaymiz televizordan. Nega gapirib turdi? Heli qilindarisi maqtab satadigan heli doktorxonaga gapirib bering ukam. Ashulib o'zlarining ilonni o'zdirib, xotin bolalar o'tirib, ko'rib baqsin qanday bo'ladiki. Ular gapirib berganning nima foydasi? Ular gapirib berganning foydasi yo'q. Men qarang. Qaraganda bu televizordan bek zerikka o'xshaydi. Chin zerikdim ukam. Zerikibsiz, ha? Rasmi. Unda shu aka, menda qilaylik. Eng yaxshisi men televizorni menga berib o'tang. Men opirib, chuvib, saymonlarni ishiltib o'tay. Aştağlı kılına jenim ukam, menim iş gamdimi qutulduruңa, işçilik saymalının hemen ektiňe aras kepeyemen qap qalsın. Haq böyle televizor yokken dep qalmasın ukam. Kebir şundal qurayşdırıp bir işinin hemen ektiňe siz gibi berip qutulup keteyim men ukam. Maqul, canım. Ukam. Ha. Nima bo'ldi? Elak televizorda ras yaqin deliqi. Endi sana bir kinosini başladı. Elak Nurajidamdo, Mirajidamdo. Ha. Hali yaman emas kino ekan-ku, ashni ko'rib olib tutkandiki sizga qancha telefon qilsam kelib aytamsiz ya. Bo'pti. Ash kino tugan, ammo menga telefon qiling, men kelib aytay. Bo'lamda? Astagfirullah. Onun kayni uvlab aqchani Koreyaning kinosini boshlaydi, elak ko'raversam deydigan. Onun xotin bolalarim yaman amroqdi. Bo'lmaskan bir necha kun qarab baqamdik ya. Bunda qilib televizorimdan boshqa yerlarda kasal bo'lsin-da, qarab baqib, o'ngshab berib mamamsiz ya. Qaraganda bu kasal televizorda emas-ki. Bu kasal o'zingizniki. Sizning ba'zi masalalarga qarata ziyoda sezimchanligingiz ish ketibdi. Bo'ldi, men ketdim. Kasal o'zingizniki? Ziyoda sezimchanligingiz ish ketdi-da. Bu qanday kasal o'g'itanda? Bu kasal ha, to'g'ri. Kirib televizorga bir qarab baqaychi. Mush kasallik qarta dorining kelib chiqib qolsa ajab emas. Doktorxonaga berib shuncha dorisini televizorda topay. Ey bala, ey bala. Anucha. Ey bala, televizor uchun kanalni yutke. Kanalni yutke, xo'shlab ketay, kanalni yutke. Nima deydi qamdom bu? Nan ayolimni chiroyli qildi. Nan xotinni go'zallashtirdi. Nima deydi qamdom? Qo'cha qadash ayolimni chiroyli qildi, go'zal qildi, ayolni bir ayguram tikki. Ey jinim balam, ma televizorni yut. Estağfurullah, texim bir chiqdi-ku, endi 1 santimetr sesib bırak, g'ayr bırak deb. Ey balam, aşk teresini tuğlukini içib et, ma sesib bırak, talağı chiqatsin. Estağfurullah, ma televizorni endi jup genç yiqib ko'rdigan bo'ldim-da. Rahmat. Sizlarning kulkanlar mening eng zo'r baxtim. Rahmat.